Assalomu alaykum, azizlarim, yana bir bor. Mani bundan oldingi stories qo'yganimni ko'rib, ko'pchilik yozibdi. Voy, ishda ekansiz-ku, nimaga bizga отказ berildi? Nimaga bizani qabul qilmadingiz? Admin bo'ldi, mazalari yo'q deyishdi-ku qizlaringiz. degan сообщениyalar kelishni boshladi. O'rtoqlar, bizani to'g'ri tushuninglar. Mazam unaqa yaxshi emas, no alhamdulillah, ancha yaxshiman. U kunlardan juda ham charchoq kuchli, juda ham. Chunki o'ylab qarasam, umuman o'zimni o'ylamasdan, umuman o'zimni ayamasdan va qolaversa, chista odamgarchilik yuzasidan va o'zbekchilik orqasidan hech kimga yo'q deya olmayapmiz. Hop qilib hammani ovurib, o'zimni ozgina organizmni charchatib qo'ydim. Ya'ni klientlar bilan, patsientlar bilan va qolaversa insonlar bilan ishlash oson emas. Organizmga ozgina nagruzka berdi. Bu albatta kasallik demayman, kasal emasman, alhamdulillah soppa sog'man. To'g'ri tushuninglar, kasal deyishdi-ku, kasal edingiz-ku deb yozyapsizlar. Men kasal emasman, o'rtoqlar. Faqatgina ozgina charchadim. O'sha charchoqlarimni bosish uchun, sal o'zimga kelish uchun va bu yog'iga qolaversa, o'zim xohlagan grafikda, o'zim xohlagan ritmda ishlash uchun ozgina endi bu yog'iga patsient kam olamiz. Bilaman, bu ko'pchiligiga diskomfort, ko'pchiligiga yoqmayapti. Chunki oylab kutamizmi endi, o'zi kutardik, oylab yana qancha paytda endi bir keladi, o'chirdimiz deb yozayotganlar ham bor. Afsuski, buni yechimini iloji faqatgina assistentlarim, yordamchilarimga yozilib kelishinglar. Bir xil ishlashadi men bilan, bir xil qilishadi hamma narsani, lekin bilaman, hamma ham masterga kelgisi keladi, o'sha vrachchi o'ziga kelgisi keladi va qolaversa mutaxassis o'zidan olgisi keladi muolajalarni. Juda ham yaxshi tushunaman sizlarni, no boshqa hech qanaqasiga ilojim yo'q, boshqa hech narsani sizlarga taklif qila olmayman. Bu yog'iga endi 7-8 martdan kun oraga o'taman. O'sha har kun ishlash bo'lmaydi, ko'proq o'zimga qaramasam bo'lmaydi. Shuning uchun orada kimdirlarni ololmasak, kimdirlarga joy yo'q desak, to'g'ri tushuninglar. Hattoki shunaqa holatlar bo'lyapti, mazam yo'q desam ham telefon qilib, mani telefonimni qayerdandir topib, telefon qilib tinchlik bermayapsizlar. Bu ishonch, bilaman, o'zimdan ketishim kerak emas, yoki insonlarni ishonchini qanaqadir suiiste'mol qilishim kerak emas, yoki bepisandlik qilishim kerak emas. Buni juda yaxshi tushunaman, lekin ilojim yo'q. O'zim oqlash sizlarni oldinglarda yoki o'zimni qanaqadir boshqacha qilib ko'rsatish emas, yoki qanaqadir yulduzlik kasaliga uchrab qolgandek ko'rsatish emas. Aslo bunaqa narsalarni menga hech ham keragi yo'q. Muhtoj emasman, xohlamayman ham. Bo'ladigan bo'lsam yulduz davni bo'lib ketardim. Xohlasam agar, ozgina xohlasam bu narsani o'zi bo'lib ketardim. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, bu yog'iga cherezdinda bo'laman. Iltimos menga telefon qilmanglar, joy qilib bering. Mazam yo'q desam ham joy qilib bering. Menga srochni borishim kerak, to'yim bor. Qaramasam bo'lmaydi, unaqa qilishim kerak, bunaqa qilishim kerak degan narsalar bilan qo'ng'iroq qilasizlar. Bu menimcha o'ylayman, menga nisbatan ozgina hurmatsizlik. Chunki doktor ham, kosmetolog ham odam. U ham charchaydi, u ham kasal bo'ladi. Pul uchun biz jonimizdan ham voz kechib olmaymiz, to'g'rimi? Oilamizga ham kerakmiz, qolaversa o'zimizga kerakmiz. Hali necha yil ishlashimiz kerak sizlar bilan. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, o'rtoqlar. Bu yerda boshqa gap yo'q. Qoldirgan mijozlarim bu hammasi viloyatlardan, uzoqlardan kelib o'tirgan mijozlar, yozilib qo'ygan. 1 oy oldin, 2 oy oldin yozilgan patsientlarni majbur qabul qilyapman. Chunki ularga yo'q deb borsam, уже вообще bo'ladi. Menimcha bilmadim, qarg'ab tashlashsa kerak. Keyin chetdan Qozog'iston, Tojikiston, juda ham ko'p Qirg'iziston patsientlarimiz. Endi boshqa davlatlarni, chet ellarni, albatta o'zbeklar, Amerika desam, amerikanslar kelayotgan ekan deb o'ylamanglar, maqtanish bo'lib tuyulmasin. O'zbeklar albatta, no, Amerikadan ham kelishyapti, muolajani yozilib, o'sha paytga to'g'rilab kelishyapti. Shunaqa patsientlarni men отказ bera olmayman, majburman, shunaqa patsientlar uchun chiqib beryapman. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz, lekin albatta qanaqadir yo'llarini qilamiz.
u yog'iga no oldindan harakatinglarni qilinglar degan maqsadda